Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Sog'liginglar yaxshimi? Kayfiyatlar qanday? Charchamayapsizlarmi? Bugungi rossiyskiy lisva yog'ochda bo'lgan ishimiz 12 talik komplektimiz. Xudo xolasa hozir Xorazmga chiqarib olamiz dastlabki qilib. Ko'rib ko'rasizlar, xon taxta bo'ladigan variantidan. Xonlarimiz 100% MDFda bo'lgan. 12 talikning razmeri eni 1.10 ga, uzuni 2.75. Suvlarimizni keladigan bo'lsak, chesterlik qilib ishlaganmiz. Material Altacento material. Xudo xolasa xizmatlar behijolat. Orqalarini tekis qilib ishlaganmiz. Tomondan ko'rinishlari. Bunimiz old oyog'ida yumaloq yiki ham bor, hozir o'rab qo'yibmiz. Mana ko'rishinglar mumkin, bunaqa yumaloq yikilari ham bor buni. Kimga qanaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Kanalimizga a'zo bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa xalqimiz xizmatidamiz.